Jidda Toshkent yo'nalishida O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytarish uchun maxsus repatriatsiya reyslari tashkil etiladi. O'zbekiston aviatsiya rasmiylarining ko'rsatmasiga binoan Umra dasturi bo'yicha Saudiya Arabistoniga ziyoratchilarni olib borish vaqtincha to'xtatildi. Shu munosabat bilan Jidda Toshkent yo'nalishida O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytarish uchun maxsus repatriatsiya reyslari tashkil etiladi. 2026-yil 2-martdan boshlab Umra dasturi doirasida Saudiya Arabistoniga borgan O'zbekiston fuqarolarini bosqichma-bosqich vatanga qaytarish maqsadida Jiddadan Toshkentga maxsus repatriatsiya reyslari yo'lga qo'yiladi. Mas'ul idoralar fuqarolardan xotirjamlikni saqlashni, rasmiy axborot manbalarini kuzatib borishni va aviakompaniya hamda tur operatorlar bilan doimiy aloqada bo'lishni so'ramoqda. Keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'ralib, qo'shimcha ma'lumotlar yaqin kunlarda e'lon qilinishi bildirilgan. Eslatib o'tamiz, Yaqin Sharqdagi vaziyat sababli O'zbekiston Umra safarini vaqtincha kechiktirmoqda. Bu haqda Musulmonlar idorasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Yaqin Sharq mintaqasida yuzaga kelgan vaziyatning keskinlashuvi hamda havo makonidan foydalanish bo'yicha joriy etilgan vaqtinchalik cheklovlar sababli qator aviaqatnovlar bekor qilinmoqda. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan fuqarolarga ushbu hududdagi davlatlarga safar uyushtirmaslik, o'sha yerlarda bo'lib turgan vatandoshlarga esa ehtiyotkorlik choralarini kuchaytirish yuzasidan zarur tavsiyalar berilmoqda. Mazkur vaziyatni inobatga olgan holda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda tur operatorlar tomonidan tashkil etilayotgan Umra safarlari vaqtincha kechiktiriladi, deyiladi xabarda.